Tomaris, Uyg'urlarning afsonaviy qahramoni. Tarixda tilga ilingan turklarning tunji ayol hukmdori. Batur va aqlliq. Tomaris milodidan burunqi 500-yillarda yashagan. Tomaris Uyg'urlarning afsonaviy qahramoni bo'lib, u Alp Erdo'g'anning chavrisidir. Tomarisning asli ismi Tömür bo'lib, Yunon tarixchilari tomonidan Tomiris deb yozilgan. Türkçede bu ismni Demir deb talaffuz qiladi. Tomaris Massagit, Saklarning podshohi bo'lib, tarixda tilga ilingan turklarning tunji ayol hukmdoridir. Tomarisning vatanparvarlik va qahramonlikqa to'lgan shonliq tarixiga munosabatlik tarixiy voqealarni jonliq va obrazliq yo'ritib bergan Tomaris rivoyati Uyg'ur adabiyot tarixida shundaqla O'rta Osiyoda yashovchi qadimki qabila millatlar tarixida ta bugungi kungacha salmoq o'rin tutadi. Afsuslanarli yeri shuki, bu rivoyatning asl nusxasi davrimizgacha yetib kelmagan bo'lib, bizgacha yetib kelgani qadimki Yunon tarixchisi Herodot tarixi degan asrda bayon qilingan mazmunlardan iborat. Herodotning bu asrida O'rta Osiyodagi turk millatlari orasida keng tarqalgan Tomaris haqidagi rivoyat davrimizgacha yetib kelib, Uyg'urlar va ularning adabiyotida muhim o'rin tutib kelmoqda. Tomaris hukmdorlik qilayotgan davrida Eron Ahmoniylar sulolasining podshohi Kayxsirov bo'lib, bu podsho kengaymichilik urush qo'zg'ab, boshda Sak turklari ustidan g'alaba qiladi. Arqadınla g'arbiy turklar ziminining janubiy chegarasiga hujum qilib, u ziminlarni besib oladi. Kayxsirov intayin zolim, qonxo'r va hiylagar podsho edi. Shuning bilan birga nihoyatda kuchli bir podshoh bo'lib, davomli kengaymichilik urush qo'zg'ab, qo'shin davlatlarga tajovuz qiladi. Kayxsirov Sak va g'arbiy turklar ziminini besib olib, 6-7 yil atrofida vaqt o'tgandan keyin Tomarisga qarshi urush boshlaydi. Tomaris intayin batur va aqlli podsho bo'lib, ayni zamonda tinchlikparvar bir podsho edi. Shuning uchun behuda qon to'kilishni xohlamay, Kayxsirovga qarshi o'z qo'shinlari bilan mudofaada turdi. Kayxsirov Tomarisning o'zini urush qilishdan qochirayotganligini, uning ojizligi deb o'ylab, shiddat bilan besib keladi. Ular har qancha qilibmi Tomaris va uning qo'shinini topolmay aylanib yuriydi. Tomaris bo'lsa, urush qilishga muvofiq bir joy va to'g'ri bir payt kutadi. Ayollarcha paloqlab yurib, hech bir natijaga erishalmagan Kayxsirov quruq qo'l holda Eronga qaytib ketishga majbur bo'ladi. Kayxsirov buningdan ilgarimi milodidan burunqi 546-yili Turan ziminiga tajovuz qilib, O'kuz daryosi vodiysigacha besib kirgan edi. U vaqtda Afrasiyab, ya'ni Alp Erdo'g'an va o'g'li Erjosib, Afrasiyabning inisi Gersivaz qatorliq botur ajdodlarining ro'yini o'zida mujassamlashtirgan sarkarda Tartuvaru, ya'ni Tomarisning eri Massagit, Sak va boshqa barliq Turani qabilalarining chavandozlarini boshlab Kayxsirovga qarshi otlanadi. Urush nihoyatda shiddatli va qonliq bo'ladi. Bu urushda oxiri Kayxsirov mag'lub bo'lib chekinadi. Tartuvaru o'z ziminidan bir g'erish tuproqni tajovuzchilarning qo'lida qilishini xohlamay, Kayxsirovni toki davlat chegarasigacha qo'g'lab berib, jon tikib urush qiladi. Kayxsirov tamamen mag'lub bo'lib, Turan ziminidan chekinib chiqqan bo'lsa-mu, Tartuvaru kutilmaganda Kayxsirovning bo'ktirma askarlari tomonidan etilgan bir yo o'qi bilan og'ir yaralanadi. Turan lashkarlari ham g'alaba qilib, ham og'ir yaralangan bosh qo'mondonni ko'tarib qaytib keladi. Ammo Tartuvaruning yarasi bargancha og'irlashib, oxiri o'z qarorgohida jon uzdi. Erdi oshin taturgan, yovlaq yog'iq qochirgan, o'g'roq susin qayturgan, basti o'lim ahtaru. Yashmisi, kishilarga osh tetitgan, dushmanlarni qochirgan, ofatlarni yondurgan, biroq uni o'lim yiqitdi. Massagit va Saklar Alp Erdo'g'anning o'limiga bag'ishlangan Marsiya dastonlarini o'qish orqali Tartuvaruga o'z qayg'usini bildirdi. Bu vaqtda Tartuvaru va Tomarisning o'g'li Spargapiris 5 yoshga kirgan bo'lib, bu urushdan keyinmi Kayxsirov tajovuz qilib kelib, Tomaris bilan 2 qatim urush qilib, har ikkisida dekkisini yeb, quruq qo'l qaytgan edi.
Tomaris o'g'li Spargapirisqa kichik vaqtidan boshlabla askariy bilimdan boshqa ajdodlarining podshoh jamiyatidan boshlab uning o'g'li Ferdun, uning o'g'lining Tur ekanligini, Tur uzun yil podshohlik qilg'achqa davlatini Turan deb ataganligini, Turanning o'g'li Yasubek, ya'ni tarixiy manbalarda Wushang deb atalgan. Yasubekning o'g'li Alip Ertunga, Ertunganing o'g'li Erjasib ekanligini, Erjasibning o'zining cho'ng dadasi ekanligi qatorliq tarixlarni o'g'itib, yaxshi tarbiyalaydi. Chunki Ahmaniylar sulolasining hukmdorlari o'zi elib barmoqchi bo'lgan tajovuzchilik urushlarini o'z xalqiga go'yo ilohlarining o'rinlashtirgandek qilib ko'rsatish uchun sirliq, karomatlik tushlarini to'qib chiqqan edi. Shuning uchun Tomaris o'g'lini afsona va yolg'onlar bilan emas, amaliy faktlar va misollar orqali tajovuzchilarga qarshi milliy g'urur, quyuq vatanparvarlik ro'yi bilan tarbiyalab yetishtirdi. Yillarcha tajovuzchilik urushi qo'zg'ab turgan ziminiga erishalmagan Kayxsirov oxiri bir hiyla o'ylab topdi. U milodidan burungi 530-yili Tomarisqa 9 elchi bilan 9 harvida so'g'i salom yo'llab, o'zining Tomarisqa o'linish taklifini yetkazdi. Elchilar agar Tomaris Kayxsirovning talabiga ma'qul bo'ladigan taqdirda ikki davlat o'rtasidagi urush oxirlashib, Tomarisning Iran va Turan davlatining xonishi bo'lganligini aytdi. Kayxsirovning bu hilisi shundoq bir hili ediki, agar Tomaris Kayxsirov bilan to'y qildigan taqdirda o'z davlati bo'lgan Turan zimini biroqla Kayxsirovning qo'liga yig'ib etganda Iran ziminiga tava bo'lib ketadi. Kayxsirovning bu hilisiga qattiq g'azablangan Tomaris uning o'linish talabini keskin bir til bilan rad qiladi va elchilarni ilib kelgan so'g' salomlari bilan qo'shib qaytarib etadi. Tomarisning oldida intayin o'sal ahvolga tushib qolgan Kayxsirov qattiq g'azablanadi. Ayni vaqtda Tomarisning Kayxsirovning o'linish talabini rad qilish Kayxsirovning Turan ziminiga tajovuz qilib kirishiga cho'ng bir bahona bo'lib beradi. Shundaq qilib, Kayxsirov Turan ziminiga tajovuz qilib kirdi. Kayxsirovning bu qo'shinida maxsus tarbiyalangan yuzlarcha etimi bor edi. Bu qitim Tomaris burunqidek eziq turib urush qilish taktikasining foydasiz bo'lganligini bilib, kuzatish orqali muvofiq bir zimin tanlab, askarlari bilan jangga hozirlanib, Kayxsirovning qo'shinining yetib kelishini saqlab turdi. Kayxsirovning qo'shini yetib kelib, ikki qo'shin orasida bir qancha kilometr keladigan bir musofaga kelib qarorgoh qurdi. Bu kun petayotgan vaqtga to'g'ri kelgachga, bu kuni urush bo'lmaydi. Ammo Kayxsirov bir hiyla o'ylab tepib, kech kirishi bilan ikki qo'shin o'ttirisidagi yerga bir chidir qurib, bu chidirning ichini go'zal qizlar, har xil yemak-ichmak va sharoblar bilan to'ldirdi. Kayxsirovning hiyilisidan xabarsiz bo'lgan Tomarisning o'g'li Spargapiris yerim kechida bir qism lashkarlari bilan chidirga tuyuqsiz hujum qilib, chidirni muhofazat qilayotgan Paris lashkarlarini o'ldirib, chidir va ishidagilarni g'animat oladi. Tajribasiz yosh Spargapiris g'alabasidan keyin bexotlashib lashkarlari bilan chidir ichida yeb ichib, ko'ngil ichishga boshlaydi. Bir ikki osh pishim vaqt o'tgandan keyin Paris lashkarlari tuyuqsiz chidirga hujum qilib, Spargapiris va uning bir qancha sarkardasini asir elib, bog'lab elib ketdi. Bu kecha hujumidan Tomaris va davlat arkonlari xabarsiz qoladi. Atsi Tomarisning o'g'li Spargapiris va uning yigitlarining izderaksiz g'oyib bo'lganlik xabari hamma kishini cho'chitdi. Milodidan burunqi 529-yili bo'rdek chabdas xabarchi, ayg'oqchi, chaparmanlar taraf-tarafdan izlab, hatto chegirdan o'tib Ahmaniylar sulolasining poytaxtigacha boradi. Spargapiris to'g'riliq ishonchli xabar oxiri qish oxirlashay deganda ondan Tomarisga yetkaziladi. Kayxsirov qishdan beri jiddiy tayyorlik qilib, Turan ziminiga yana tajovuz qilib keladi. Ular avarlar, so'g'dilar va saklar yashayotgan ziminlarni qonga patirib, Öküz daryo vodilarigacha yetib kelib, Spargapiris sharob ichgan asirga tushgan joyga o'z nomiga atab bir shahar bino qilishga tutish qiladi. Kayxsirovning bargoh qurmaganligi, daryodan o'tib davomliq ishqirlab urush qilib, Turan ziminini butunlay istilo qilishdan derak beradi. Bina qilayotgan qo'rg'ini bo'lsa, uning qoldirmoqchi bo'lgan nom nishoni edi.
Tomaris o'ylanib, Turan zaminini qo'g'dab qilish uchun Kayxusrovga qarshi faqat urush qilishdan boshqa yo'l yo'qligini tunib yetib, umumiy yuzlik urushga tayyorlik safarbarligi qo'zg'aydi. Bu urushga qatnashish uchun qiz, juvon, chavandozlarmi arancha yasinib sapga qatiladi. Kayxusrov daryo leviga chuluk, ya'ni chinorning bir xili, yog'ichidan egizligi 70 gaz keladigan bir munar yasatqizib, uning ustiga Tomarisning o'g'li Spargapirisni o'ri turg'izib, ikki qo'lini og'amchi bilan bog'lab, og'amchining ufchini pastdagi ikki lashkarga ching tutqizib qo'ydi. Tomaris barliq lashkarlarni daryoning bu qirg'iqiga o'ralashtirib, urushga tayyorlik qiladi. Daryo suyi lay qilib, qiniga patmay, toshqinlab, o'rkashlab oqatdi. Tomaris munar ustidagi o'g'ilni ko'rdi. Su bakmu shovqinliq bo'lg'achqa bir-birisining ovozi anglanmaydi. Tomaris elchilar orqali Kayxusrovga: "Hey hiyligar aldamchi, qonxo'r, zolim podshoh Kayxusrov, qilgan ishing bilan maqtanmayli qo'y. Sen mening o'g'limni yuzma-yuz jang qilib yangining yo'q. U seni yengib g'alabasini tabriklab bazma qilayotganida hiylimikir shiltib tuyuqsiz tutqan qilding. Endi mening maslahatimga kir. O'z makoningga ziyon zahmatsiz ketay desang, o'g'limni o'zimga qaytirib ber. Chunki men qon to'kishni xohlamayman. Agar unimasang, Massagit saklarining tangrisi Quyosh nomi bilan qasamki, men sendek ochko'z Yuhanni qon bilan sug'urman", deydi. Kayxusrov elchilar orqali Tomarisga: "Men Massagitlarning xoni go'zal Tomarisga oshiq beqaror. U mening bilan to'y qilib, xonishim bo'lib, Iran bilan Turanға birlikda hukmron bo'lishga qo'shilsa, o'g'lini ozod qilaman. Agar Tomaris buningga qo'shilmasa, O'kuz daryosidan o'tib, Turan zaminini ishg'ol qilib, xalqini o'zimga qul qilaman", deydi. Tomaris qat'iy qarorga keladi. U Kayxusrovdek dushmaniga to'y qilib, o'z vatanini xor zabunliqqa qo'yishdan o'limni a'lo biladi. Tomaris oqsoqol va lashkarlari bilan daryoning qirg'iqiga keladi. O'g'li hali ham munar ustida turadi. Tomarisning ko'zlari yoshga to'ladi. Tomaris at ustida turib, qilichini egiz ko'tarib, havoda ikki yoqqa 3 qatim shiltaydi. Bu dushman bilan murassallashmaydigan belgi edi. Spargapiris faqat shu chaqdala sharab ichib duchor bo'lgan oqibatining o'zini o'limga ilib keladiganligini o'ylab, qattiq pushaymon qiladi. Yigitlik vijdoni, ar nomusi hammadan g'olib keladi va o'zini kuvajab eqiyotgan daryoga otadi. Massagitlar cho'qon selishib, dushman tarafga yo'laridan o'q uzishidi. Qarshi tarafdanmi o'qlar uchib keladi. Spargapiris arg'amchining uchilarini ching tutib turgan ikki lashkarni suv tarafga tortadi. Kayxusrovning farmoni bilan yana 4 dan 8 lashkar arg'amchiga esilishidi. Kayxusrov Spargapirisning suvda o'lishini xohlamaydi. U uni onasiga ko'rsatib, o'z qo'li bilan o'ldirishni o'ylaydi. Ammo Spargapiris 10 askarining hammasini suvga so'rab kirib, halok qiladi va o'zimi suvda g'oyib bo'ladi. Tun kecha Tomarisning bargohi atrofida yig'i bilan qo'shilib aytilgan Olib Ertunga dastoni tong otqicha to'xtamaydi. Ulushib eran bo'rlayu, yirtib yoqqa o'rlayu, seqirib uni yurlayu, siltay ko'zi o'rtilur. Ma'nisi hammeylan bo'ridek o'lishatdi. Yaqinlarini yirtib varqirishatdi. O'shtak ovozidek ing'irshatdi. Yig'lab ko'zi o'rtinatdi. Naqshi ovozi daryo to'lqinlarining go'rkirgan ovoziga o'xshaydi. Massagit jangchilari oshu marsiya naqsi orqali o'zlari yaxshi ko'radigan qahramoni Spargapirisning o'limiga bo'lgan qayg'usini ifodalaydi. Bu hol butkul Massagit jangchilarining qinini qaynatadi. Oradan 3 kun o'tib ketadi. Kayxusrov qo'shoni harakatlanib, birda daryoning usti tarafida, birda tovan tarafida ko'rilishga boshlaydi. Tomaris hoşyarlıq bilan Kayxusrovning hiyli ishlatayotganligini sezib oladi va elchilar orqali Kayxusrovga: "Hey, takabbur hiyligar podshoh, biz bilimizki, sen tinchlikni xohlamaysan. Shu sababdan ustimizga ot selib kelding. Hozir bizni faqat daryo ayirib turdi. Urushmoqchi bo'lsang, goh paydo bo'lib, goh g'oyib bo'lib bizni avor qilma. Hiyli mikr ishlatma. Mardlarcha maydonga chiq.
daryoga ko'rik solaman deb avora bo'lma. Bizga aytsang, biz sana daxli qilmay, daryodan 3 kunlik yo'l yiroqlikqa yo'tkilib ketamiz. Bemalol daryodan o'tsang, ondan bizmi 100 urush qilamiz. Agar sen biz bilan o'zing turgan yiroqda urushmoqchi bo'lsang, unimi ayt. Buningga biz rozi bo'lamiz. Lekin hargiz nomardlik qilma, deydi. Bu gapni anglagan Kayxsirov bir oz cho'chib taraddud ichida qoladi va oqsoqollari bilan biror hiyla-mekir o'ylab tepish uchun bosh qatirishga boshlaydi. Tumaris xeyli vaqt o'tgandan keyin dushmanning niyatini bilib qoladi-da, kecha daryoning to'van eqinidan o'tib, dushmanning yon tarafida tuyuqsiz paydo bo'lib, sap tuzaydi. Bu Kayxsirovni yuzma-yuz jang qilishga majburlashidi. Kayxsirovmi Tumarisga qarshi sap tuzaydi. Tumaris o'g'li va bovisi Alip Erdo'g'anning qotili bo'lgan tajovuzchi hukmron Kayxsirovga cheksiz o'chmanlik va g'azab nafrat bilan tikilib turadi. Bu urush bakmo qonliq va dahshatli bir urush bo'ladi. Oldi bilan har ikki taraf bir-biriga qarshi o'q etishga boshlaydi. Bu o'q etish shunchalik dahshatli bo'ldiki, har ikki tarafdan o'lgan va yaralangan lashkarlarning haddi hisobi yo'q edi. Mushunda qanliq boshlang'ishdan keyin ikki taraf mavj urib oqqan daryodek bir-biriga etilishidi. Neyzi va qilishlar bilan bir-biriga qarshi bostirib kelib, yuz-yuziga qonliq urush qiladi. Bu urush bir kech kunduz davomlashadi. Oqibat Eron lashkarlari qattiq mag'lub bo'lib, sarkisidan ayrilgan qo'y padlaridek chechilib, asosan qirilib tugishidi. Urushda Kayxsirov halok bo'ladi. Jang Tumarisning g'alabasi bilan oyoqlashadi. Tumarisning bu g'alabasi nihoyat cho'ng bir hodisa edi. Chunki Tumaris u vaqtda turklarning bir qismi bo'lgan massagitlarning hukmdori bo'lib, lashkari soni va kuchi cheklik edi. Ahmanilar hukmdori Kayxsirov bo'lsa, o'z zamonasidagi kuchlik Eronning hukmdori bo'lib, uning lashkari kuchi selishtirg'isiz darajada nihoyat ko'p va kuchlik edi. Uning ustiga bu hukmdor bir bo'lib, uning qarshisidagi bir ayol edi. Ammo bu ayol turklarning nasldan edi. Tumaris o'zini ko'zga ilmay, ko'ngil ochadigan bir ayol qatorida ko'rgan, millatining hurligiga, vatanining mustaqilligiga qasd qilgan qonxo'r bir hukmdorga qarshi boturlarcha urushib, shuncha kuchli dushmani ustidan talto'kis g'alaba qiladi. Tumaris Kayxsirovning vaziri Kezirning beshini jam qadah qilishga qoldiradi va bir tulumga liq qon to'ldirishni buyuruydi. Andin Kayxsirovning beshini ashu tulumga silib, "Hey nomard, tajovuzchilikqa qarshi mardlarcha jang qilib seni yengib kelayotgan mendek bir ayolni makkorlik bilan o'g'lidan judo qilib farzand dog'ida qo'yding. Sen umring bo'yi qonga to'ymading. Men o'z qasmimga amal qilib, mana seni qon bilan sug'ardim. Endi to'y. Boshqalarning el yurtiga zo'ravonlik bilan tajovuz qilib bostirib kirganlarning jazosi mana shundoq bo'ladi", deydi qahr bilan. Tumarisning bu nidosi butun dunyo millatlarining tili bilan necha ming yillardan buyon aytilib, xotirlanib keladi. Ham bugungi davrimizgacha yetib keladi. Qahramon ayol Tumaris osmonlarni zinnatlagan shonliq bir yulduzdir. Bu shonliq ayol butun Uyg'ur ayollarga, shundaqla barliq turk ayollarga bir o'rnakdir.